What the fuck? Nima bu? Minecraftning eng qo'rqinchli modlaridan biri Nomunjar. Bu modni o'rnatishingiz bilan sizning birinchi kechangiz oddiy o'tadi, ammo ikkinchi kechada sizning oyingiz sekin yo'qoladi, uchinchi kechada esa umumanga yo'qolib ketadi va eng oxirgi kechada ko'koy chiqsa bilingki tamom bo'lgan bo'lasiz. Biron narsa qila olmayman, faqat yuguramanmi? Videoga like bosishni unutmang. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. O'yinni boshlashimiz bilanoq bizga disclaimer berildi. Bu mod sizning kompyuteringizni boshqarishi, o'yin otib yuborishi yoki sizning oynangizda qandaydir paranormal holatlar bo'lishi mumkin. Agar siz bu narsani xohlamasangiz, o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Xor, nega o'yin eski teksturada? Nima sababdan eski teksturada? Atrofda ot. Bu o'yinda 87 ta dim. Bu mod sizning dunyoyingizda juda ham aktivlashib ketib qolishi mumkin. Agar siz bu narsani xohlamasangiz, uni konfig yordamida osonlashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Bizga boydan beri Nothing Left degan odam xabar yozib yotdi. Keling oddiygina aytaman, bu dunyo o'zini o'zi buzib yuboradi. Dunyo o'zini o'zi buzadi? Nega men lag olyapman? Lekin menda kishiga o'ynaladigan o'yinda o'ynayapman-ku. G'alati. Rostdan ham g'alati. Chunki men yolg'iz bir o'zim o'ynaladigan yerda o'ynayapman. Ortiqcha odam yo'q. Ya'ni lan berilmagan agar landan ayb bo'lsa. 6 ta taxta. Bu atrofda qishloq ham ko'rmadik. Yaxshi, qishloq topdik. Lekin qishloqda bunaqa uylar bormidi? Qishloqda bunaqa uylar bo'larmidi? Yoki bunaqa uy bo'lmaganmi? To'g'ri aniqla. Qishloqqa yetib kelganimizdan so'ng o'zimiz uchun kerakli resurslarni yig'ib oldik. G'alati bir narsalar ham orada uchrab qoldi. Nima qilib qo'yamiz? Va endi o'zimiz uchun ovqat yig'ib olamiz. Hamma narsani yig'ib bo'lgandan so'ng o'zim uchun resursni g'ordan qidirishni boshladim. Chunki menga temir juda ham kerak edi va oltin ham. Hamma narsani yig'ib chiqib bo'lgandan so'ng o'zim uchun uyga ajoyib joy topdim va bu joyni tozalayotganimda esa shu narsa sodir bo'ldi. Disclaimer: qattiqroq ovozdan qo'rqadiganlar, iltimos bu joyni o'tkazib yuboring. What the fuck? Nima bu? What the heck? Ming bor uzr-ku, agar bu joyda chichib qolgan bo'lsangiz mendan emas ayb. Mana kimdir kelib baqirib ketdi. Va eng qizig'i, men uyimni endi bitirib bo'lganimdan so'ng bu joylarni quraman deganimda yana tekst paydo bo'ldi. Agar senga do'st kerak bo'lsa yoki men bilan gaplashmoqchi bo'lsang, quest so'zini yozib menga savol jo'nat. Savol bersak bo'lar ekan. Va men unga eng to'poy va eng cringe bo'lgan savollardan biri sen trikmisan degan savolni berdim. Afsuski, u bizdan savol so'rab bizga javob qaytarmadi. Xo'sh, sen trikmisan deb savol berdik va bo'ldi, taxtamiz tugadi. Va endi yana taxt olib kelamiz. Va biz g'orga tushgandan so'ng o'zimizga kerakli resurslarni to'playotganimizda chatimizda paranormal hodisalar boshlanib ketdi. What? Katta esa ikki xil yozuv paydo bo'lardi. Biri oqda, biri qizilda. Biri umuman bizga teskari bo'lgan narsalar, ikkinchisi esa bizga xuddi yordam berayotgan inson tekst yozayotgandek ko'rinardi. Good luck? Omad? Qanaqa omad? Mayli, hozircha tushib turaylikchi. O'zimiz uchun temir biron nima yig'ib chiqarmiz balki. Lekin afsuski o'zimizga kerakli bo'lgan aslahalarni yasay olmadik, chunki bu atrofda, bu g'orlarda umuman bizga kerakli bo'lgan temir yoki oltin ko'p uchramadi. Men hali lavada cho'milishga harakat qilmadim-ku. O'z uyimga yetib kelganimdan so'ng menga topshiriq bajarildi degan yozuv chiqdi va bu topshiriq men seni ko'ryapman degan topshiriq edi. Men seni ko'ryapman. Qarab tursan, ayttir. I see you. Bu atrofda bizani kimdir ko'rdimi? Yo biron narsani o'tkazib yubordikmi? G'alati. Shundan so'ng o'z uyimni tinchgina bitirishga qaror qildim va bu bitirgunimcha esa kech tushib qoldi. Quyosh botmoqda va bizda va nihoyat birinchi kun yakunlanmoqda. Birinchi kundagi oy qanday bo'ladi hozir bilib olasiz. What the fuck? Nima bu? Bu oy emas-ku. Wait, what? Eng qizig'i, meni qiziqtirgan narsa bu oyda borgan sari piksellar yo'qolayotgandek tuyuldi. Xuddiki uni teksturasini kimdir o'chirib tashlayotgandek. Qora bo'lmas-ku, osmon nega qora bo'lib ketyapti? G'alati. Bu dunyodagi sodir bo'layotgan eng g'alati narsalardan biri dunyo lag bo'lib qolmoqda. Ya'ni bu yerdagi hayvonlardan tortib, umuman olganda atmosfera ham lag bilan qotmoqda. Bular-ku yulduz. Lekin bu narsa oy emas, aniq. Bu narsa oy emas, aniq. Bu narsa oy emasligi aniq. Biror joyda kirat bormi? Endigina uxlamoqchi bo'lsak, ular bizga sen charchamagansan deyishdi. You don't feel tired? Sen charchamaganga o'xshaysan deydi. Ular meni qayerdan biladi? You don't feel tired. Nima, men charchashim shartmi? Va zombilar negadir agressiv push qilishni boshladi. Oy kundan kunga yo'qolib ketayotganga o'xshaydi. E'tibor beringlar. Negadir menda shunaqangi his
tuyg'u bor. Ya'ni oy kundan kunga yo'qolib borayotganga o'xshaydi. Xuddiki kelasi anaqalada butun mana shu atrofni qorong'ulik egallab oladigandek. Ishqilib gapim rost bo'lib chiqmasin. Afsuski men o'zim bilmagan holatda rost gapni aytib qo'ydim. G'orda aylanib yurgan vaqtimda men Creeperning oldiga keldim va negadir u meni oldimga yaqinlashgandan so'ng menda qandaydir yana topshiriq bajarildi degan yozuv paydo bo'ldi. Bizni asra. Biz deganda aynan kimni nazarda tutdi, meni miyamga hali yetib kelmadi va buni tashqariga chiqqandan so'ng tushunib yetdim. Va tashqariga chiqqanimdan so'ng esa meni miyamga birinchi bo'lib kelgan narsa jitellar bo'ldi. Ularni asrab qolishimiz kerak ekan, lekin nima uchun? O'zim uchun ovqat to'playotgan vaqtimda bizning chatimizga qandaydir umuman to'xtamas yoki umuman ma'nosi yo'q bo'lgan so'zlar paydo bo'lishni boshladi. What the heck? Ovoz kelayotgan tarafga qarab yurganimdan so'ng meni ko'zimga bir g'alati mavjudot ko'rindi. What the heck is this? Nima bu? What? Yo'qolib qoldi. Mana bu narsa hali ham yozyapti. Yana bir o'yinda e'tibor beradigan narsamiz, quyosh negadir oldinga biroz yurib yana orqaga qaytib qolyapti. What the heck? Nimaga kun botishi bunaqa sekin bo'lib qoldi? Va yana g'alati narsalardan biri, quyosh negadir o'z o'qining teskari tarafiga qarab ketayotgandi. Quyosh bu tarafdan chiqib, bu tarafga botib, oy u tarafdan chiqmasmidi? Ne quyosh orqaga qarab ketyapti? O'yinda sodir bo'layotgan narsalar shunchalik ajablanarli ediki, miyamda minglab savollar paydo bo'layotgandi. Ne quyosh orqaga qarab ketyapti? Why? Sababi bormi? What the heck? What the heck? What the heck? Faqat kutgan narsam bo'lmasin. Yarim piksel orqaga, 1 piksel oldinga, yarim piksel orqaga, 1 piksel oldinga harakatlanib. Yana men e'tiborimni tortgan narsa, o'yindagi hayvonlar va moblar negadir men yaqinlashsamgina harakatlanib, men uzoqlashganimda qotib qolayotgandi. Qotib qoldi. Yuribdi. Nima? Men bilan oldiga borsamgina yuryapti. Prям qaranglar, o'zi shu yarmiga endi zo'rg'a kelgandi. Boydan beri bitta joydan qimirlash yo'q. Lekin boy Mamatda edi. Minecraftni fizikasiga qarshi ishlash menimcha ularga qiyin bo'ldi. Unda yana bitta kerak. Yana bitta pishir 16 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 da 16 ta yetib qoladi kelgan bu yoq bilan bu yoqga. Va biz kutgan kun boshlandi. Va men uni asabini buzish uchun sen yosh bolasan, sen meni qo'rqita olmaysan degan xabarni yozdim. Va u rostdanmi degandek menga ochlik effektini berib qo'ydi, lekin u tuganmas edi. Qorin ochlik effekti tuganmas. G'alati hunger effect. What the fuck is this? Nima paydo bo'ldi tepada? Men uni asablari bilan o'ynashganim kabi, endi u meni qo'rquvlarim bilan o'ynashmoqchi. Nima ovoz edi bu? Voy, ha? Daraxt? Usti yo'q daraxt? Nega usti yo'q? Biror kim yeb ketganmi yoki teginganmi? Logichni, yeb ketgan yoki tegingan. Vau! Negadir boyagi tepada paydo bo'lgan narsani oldiga chiqqim keldi va bloklar yig'ishni boshladim. Tepaga blok qo'yib, tepaga chiqib ketishni boshladim va taxminan 15 minutda o'sha yerga yetib oldim. Bu bloklarning oldiga borsam, bloklar xuddi bedrock kabi ko'rindi. Bossam ustiga yana bizni asra degan achievement chiqdi. Advancement, ya'ni topshiriq, uzr. What the heck? Oy borgan sari o'zining piksellarini yo'qotyapti. Oy teksturasi yana ham yo'qolgan. Baland ovozlardan va o'ta keskin jump scarelardan qo'rqadigan insonlar bu videoni bu joyni o'tkazib yuboring. Afsuski men bu narsani sizlarga ko'rsatmoqchi edim, ammo bu narsa YouTubening qonun qoidalariga to'g'ri kelmas ekan. Bu joydagi sound effekt va ovozlar juda ham qo'rqinchli. Agar sizlarga bu narsa juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimga o'tib oling va men bu videoni kesmasdan, ovozlarni o'zgartirmasdan Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bu joylarda negadir zombilar agressiv tarzda spam bo'lishni boshladi. Oh my god damn. Va keyin esa oy yanada yomonlashib ketdi. Piksellarni yo'qotdi va rangsiz bo'lib qoldi. Va eng qo'rqinchli tarafi, bizning o'yinimizga Nul ismli o'yinchi qo'shilib bizga tepadan qarab turdi. Hattoki uning teksturasi ham xuddi Nul kabi ko'rinardi. Va Nul birdaniga yo'qolib qoldi va biz shundan so'ng sezdikki, demak endi dunyo yakunlanadi. You feel your time, this world coming an end. Bu dunyoda vaqt tugayapti va oxiriga yetayotganini sen sezishing kerak. What the heck? Shu oymi? Shu oymi? Shu oymi? Oy yaqinlashyaptimi borgan sari? What the heck? The admin's curse. 8 minut. Behind you. Orqaga qaramayapman. O'tdi. Oq narsa paydo bo'ldi.
Biron narsa qila olmayman, men faqat yuguramanmi? Wo! Game over, game over, game over, game over. Bunaqangi sifatli videolarning sonini ko'payishini xohlaysizmi? Albatta unda videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasam sizlar bilan master bo'ldi. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.